Qani hammanglar? Shu yerdamisizlar, kim yo'q? Abu Bakr. Voy, ana Abu Bakr keldi. Abu Bakr bu nima? Qasr. Qasr, muncha chiroyli. Voy, quruvchi bo'lasanmi? Arxitektor bo'lasanmi? Ixtiro qilibsan-da, a? Men ixtiroqchi bo'lmoqchiman. Faqat bolalar ustimdan kulishyapti. Voy, kim kuldi? E'zoza senmi? Malika. Bularmi? Kulish kerak emas. Biram chiroyli bino yasabdi. Buni bu yoqqa qo'yib, sizlarga bir erta aytib bermoqchiman. Hozirdan harakat qilgani juda ham yaxshi. Katta bo'lganda balki sizlarga katta imoratlar qurib berar, ishxonalar qurib berar, to'g'rimi? Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Katta qalin o'rmonda hayvonlar yashar ekan. U yerda bir quyoncha bor ekan. Hamisha xayol surib yurar ekanda, irmoqchilarga qarab turib, o'zicha kichkina charxpalakchalar yasar ekan. Uni ustidan hamma o'rmondagi hayvonlar kular ekan. Xayolparast, doim bir narsalarni o'ylab yuradi deb. Qachon qarasa quyonchani yo qo'li boylangan bo'lar ekan, yoki oyog'i, yoki uydan tutunlab chiqib ketar ekan. Shuning uchun uni ustidan xayolparast deb hamma o'rmondagi hayvonlar kular ekan-de. Bir kuni o'rmonda katta tantana bo'libdi. Tantanada hamma o'ynab kulibdi, lekin quyonchani chaqirishmabdi. Hech kim mensimas ekan-de uni ustidan kulib. Rosa o'ynashdi, qorong'i bo'lganini ham bilishmabdi-de. Keyin qorong'ida ularni chirog'i o'chib qolibdi. Qiy-chuv bo'lib ketibdi, qo'rqishibdi, hammasi u yoqqa yugurib, bu yoqqa yugurib, bir-birini ustiga chiqib ketibdi, yiqilib ketibdi. Shunaqa qilib turganda birdan chiroq yonib qolibdi. Bilasizlarmi kim yoqibdi chirog'i? Quyon. Ana! Butun o'rmon chiroq yorug'idan yorishib ketibdi. Endi qaranglar, u o'zicha quyosh batareyalarini yasabdi. Butun o'rmonni charog'on qilibdi. Shuning uchun bolajonlarim, kimdir bir narsa ish boshlasa, ustidan kulish yaxshi emas. Qarab turasizlar, ana o'sha ish boshlab, o'zi bilan o'zi mashg'ul bo'lib yurgan odam, o'rtog'inglar, dugonanglar, do'stinglar kelgusida katta bir chevar, dizayner yoki quruvchi yoki olim bo'lishi mumkin. Tushunarlimi? Ana endi do'stimizga ixtirosi uchun bir qarsak chalib qo'yaylik. Qarsak chalib qo'yamiz. Tabriklayman.